Assalomu alaykum do'stlar. Kinomaniyaga xush kelibsiz. Bugun e'tiboringizga Xitoy kino ijodkorlari tomonidan 1991-yilda suratga olingan fantastik triller janridagi Ricky'ning hikoyasi nomli filmni taqdim etamiz. Qulayroq o'rnashib oling va men boshladim. Mahkumlarni tashuvchi avtobus yangi mahbuslar bilan shahar turmalaridan biriga yetib keldi. Ricky Ho ismli yosh yigit qotillik qilgani uchun 10 yilga ozodlikdan mahrum etilgandi. U maxsus jihoz orasidan o'tarkan qurilma ishga tushib, unda qurol borligini xabar beradi. Natijada ofitserlar unga tashlanishadi, biroq baloyam qilisha olmaydi. Ricky ularga tanasida suvenir sifatida olib qolgan o'q parchalarini ko'rsatadi. Turmadagi eng obro'li odam bu yerga kamdan kam tashrif buyuradigan direktor edi. Uning turmadagi ishlarini esa o'zining g'alati qiynoqlari bilan mahbuslarni qo'rqitib kelayotgan Siklop ismli o'rinbosari boshqarardi. Tunda hamma yuvinish xonasida yig'iladi. U yerga kirib kelgan tipo krutoylar hammani haydab, qari erkakni masxara qilishadi. Yuvinish xonasiga kirgan qorovul qariyaning xo'rlanganligini ko'rsa-da, o'zini hech narsa ko'rmaganday tutib, kapitan laqabini olgan mushtumzo'rning gapiga kirib, u yerdan ketadi. Ammo sodir bo'lgan hodisani bir chetda kuzatib turgan Ricky buni shunchaki qoldirishni istamaydi va kapitanning oyog'idan chalib yiqitib, o'ziga yangi dushman orttirib oladi. Ricky bilan yakkama-yakka gaplashib olish uchun kuchi yo'qligini tushungan kapitan buning boshqa yo'llarini izlashni boshlaydi. U qorovuldan bu ishni topshirishi mumkin bo'lgan odam, ya'ni Shafqatsiz ajdaho laqabli mahbus ertaga izolyatordan chiqishini bilib oladi. Shafqatsiz ajdaho esa bu vaqtda zanjirlar bilan devorga kishanlangan holda ozodlikka chiqishini intiqsizlik bilan kutayotgan edi. Koreya maga kapitanning iltimosi bilan uni shartli ravishda ozod qilish bekor qilinganligini xabar berishadi. Bu xabarni eshitgan Koreya chidolmay o'z joniga qasd qiladi. Ricky u bilan vidolash uchun kamerasidan chiqadi va hatto o'lganidan so'ng ham qo'llari kishan bilan bog'lab qo'yilganligini ko'rgach, kishanni buzib tashlaydi. Bundan so'ng yana g'ala-g'ovur boshlanadi. Lazaretdan ozod qilingan shafqatsiz ajdaho laqabli sumarist kapitanning buyrug'i bilan Ricky'ni biryoqlik qilishga keladi. Birinchi zarbada yigit Hind kinolarida bo'lgani singari oyga uchib ketishiga sal qoladi, biroq tezda o'zini qo'lga olib, gigantning mazasini qochiradi. Uning ortidan kapitan ham Ricky'ga tashlanadi, biroq yana chiqib qo'yadi. Ricky'ning kuchini ko'rgan qorovullar uni ehtiyotkorlik bilan olib ketishadi. Chiqish eshigida u shimoliy qismning kattasi bo'lmish Oskar ismli mahbus bilan to'qnashadi. U esa o'z o'rnida Ricky katerdan chiqqanidan so'ng uning axloqi bilan shaxsan o'zi shug'ullanishini ma'lum qiladi. Ricky karterga kirganidan so'ng mushtlashuvdan olgan zarbalarning og'riqlarini his qilishni boshlaydi. Biroq meditatsiya yordamida og'riqlarni tezda unutadi. Biroz o'tgach u xotiralarda otasining qabri ustiga kelgan, unga jan san'atini o'rgatgan amakisini eslaydi. U aynan shu odam sharofati bilan og'ir sharoitlarda ham tirik qolishni o'rgangandi. Mashg'ulotlar vaqtida Ricky betonni osongina sindirish bilan birga organizmini nazorat qilishni ham o'rgangandi. Ertalab qorovullar Ricky'ni direktor yordamchisi oldiga olib borish uchun kelishadi. Yeb-ichardan cho'chqaday semirib ketgan Siklop laqabli erkak noz-ne'matlarga to'la stol oldida o'tirar va qo'li o'rniga o'rnatilgan ilgak yordamida steklarni paqqos tushirardi. Nachalnikka Ricky haqida ma'lumot berishadi. Bundan so'ng kapitan Hookning semiz varianti unga bir necha savollar beradi. Yigit indamaygina jim turganligini ko'rgach, unga uning sevgan qizi yozgan xatlarni ko'rsatadi. Ricky xatni olish uchun qo'lini uzatganda semiz Hook ilgaki bilan yigitning qo'liga zarba beradi va qattiq jarohatlaydi. Yigit baqaloqning surbetligiga chidashga harakat qiladi, ammo sabr kosasi to'lgach, xonada bo'lgan barcha kirgani teshik topolmay qolishadi. Yigit suratni olib kamerasiga qaytadi va fleytasini olib qizchasi bilan o'tkazgan vaqtlarni eslaydi. Mahbuslardan biri Koreya Maning o'limida uning qo'li borligidan xabar topgan odamlar qo'liga tushadi. Yigitlar samosud uyushtirmoqchi bo'lishadi, ammo kutilmaganda paydo bo'lgan Oskar shimoliy qismda bunday qarorlarni faqatgina u qabul qilishini ma'lum qiladi. Yigitlardan biri uning o'z vazifalarini yaxshi bajara olmayotganligini aytib, e'tiroz bildiradi va shu ondayoq gapirgan gapi uchun javob beradi. Buni ko'rgan o'rinbosar jasadni ilgagiga ildirib, o'z xonasiga olib ketadi va Oskarni turmada tartib o'rnatayotganligi uchun maqtaydi. Mukofot o'rnida esa unga pichoq sovg'a qilib, ko'ngliga kelgan ishni qilishga ruxsat beradi va bo'ysunmas Ricky'ga joyni ko'rsatib qo'yishni aytadi. Oskar haqiqiy shou uyushtiradi. U Ricky'ning do'sti Kongoni sayr maydoni o'rtasida joylashgan yog'och hojiga bog'lab qo'yib, undan xo'rak sifatida foydalanadi. Boshida Ricky mag'lub bo'layotganday ko'rinardi, biroq tezda o'zini qo'lga oladi va liderni bir onda yer tishlatadi.
Shimoliy qism lideri Rikini o'zi bilan narigi dunyoga olib ketish uchun jonidan ham voz kechishga qaror qiladi, ammo bu ham qo'ldan kelmaydi. G'olib bo'lgan Riki ulkan yog'ochni yerdan sug'urib olib, do'sti Kwangani ozod qiladi va zanjirlarni ham osongina uzib tashlaydi. Mahbuslar bu holat uchun Siklopni jazolashga qaror qilishadi, biroq unga uning yordamchilari yordamga kelishadi va endi ular Oskarning o'rniga turmadagi tartibni nazorat qilishadi. Oskarning cho'qintirgan o'g'li soqov Alan zabor ortidan sodir bo'lgan hodisalarni kuzatib o'tirardi. Riki unga achinishni boshlaydi va u bo'lib o'tgan voqealardan tushkunlikka tushmasligi uchun unga fleytasini sovg'a qiladi. Rikini kuzatish topshirilgan uchovlon uning Alan bilan do'stlashib olganligini ko'rishadi va Alan Rikiga g'arbiy qismdan topgan man qilingan o'simlik yaproqlarini ko'rsatayotgan vaqtda laychalar o'rinbosarni tezda bundan xabardor qilishadi. Muammolarning oldini olish uchun ular yigitni chaqirib olishadi va Riki bilan do'stligidan foydalangan holda Oskar uchun qasos olishni so'rashadi. Biroq yigit bundan bosh tortganidan so'ng uchta laycha uni tinchitishadi. Riki Alanning jasadidan u sovg'a qilgan fleytani topadi. O'rinbosar esa Riki buni ular qilganliklaridan xabardorligini bilib qoladi, biroq nimadir qilish uchun endi kech edi. Yigit g'arbiy qismning kulini ko'kka sovuradi. Yigitni shkofday keladigan laycha kameraga kirgizadi, ammo uning ham qo'lidan baloyam kelmaydi. Kutilmaganda kamera darchalaridan xonani to'ldirayotgan suyuq sement oqib kelishni boshlaydi. O'rinbosarning fikricha Rikini aynan shu yo'l bilan tinchitish mumkin edi. Ko'rinishidan u to'g'ri o'ylagan shekilli yigit kuchsiz holda yerga yiqiladi. Ertasiga direktorning o'zi erkatoy o'g'li bilan turmaga keladi. Beo'xshov yigitcha to'g'ri yo'lda yiqilib tushadi va buning uchun gilamni yuvib tozalagan mahbusni jazolashadi. Boshliqqa uning asosiy daromad manbai bo'lgan g'arbiy qismdagi barcha o't-o'lanlari Rikining sharofati bilan yonib kul bo'lganligini xabar berishadi. Buni eshitgach uning yuragi xuruj qiladi va ancha o'ziga kelgach Riki bilan uchrashishga qaror qiladi. Boshliq va o'g'lini beton bilan mixlab qo'yilgan Rikining oldiga olib kelishadi. Riki ham bor kuchini ishga solgan holda ustidagi betonlardan xalos bo'ladi va boshliqni qo'lga olishga harakat qiladi. Kutilmaganda xonaga Rikidan ham kuchliroq chiqqan boyagi devvatcha kirib keladi va yigitni do'pposlay boshlaydi. Biroq bor kuchini yig'a olgan Riki uni yana bir bor yer tishlatadi. Ammo boshliqlarning boshqa rejalari ham bor edi. Temir shift pastga tushishni boshlaydi va Rikini ezib tashlashiga oz qoladi. Biroq xalqning ukasi bo'lmish Rikiga bu ham cho't emasdi. U shiftni ko'tarib turishni uddalaydi, ammo baribir ham boshliqning tulkiligi uning kuchidan ustunroq chiqadi. Qorovullar holdan toygan Rikini olib ketisharkan, nachalniklar uning uchun keyingi sinovni tayyorlashadi. Yigitni bog'lab qo'ygan holda chuqurga tashlashadi va har bir mahbusga uning ustiga qum to'kishni buyurishadi. Uni boshigacha ko'mishganlardan so'ng u nafas ola olishi uchun yoniga bambuk tayog'ini qo'yishadi va butunlaycha ko'mib yuborishadi. Tunda nachalnikning laychalaridan biri Rikining ko'milgan joyiga keladi va u nafas olayotgan bambukni yopib qo'yadi. Biroq tasodifni qarangki, ekskavator mahbusni qazib olayotganda u hali ham tirik edi. Direktor undan o'z maqsadlarida foydalanishni istab qoladi. Uni armaturalar orasiga o'tkazib, u bilan gaplashishga harakat qiladi, biroq u tepakalga xizmat qilishdan bosh tortadi. Yigitni sovuq bilan qiynash uchun yana izolyatorga jo'natishadi. Biroq unga yaqin do'stlari yaqindan yordam berishadi. Kuch yig'i bo'lgan Riki izolyatordan chiqishni uddalaydi va turmada qo'zg'olon boshlanadi. Mahbuslar tezda Siklopni biryoqlik qilishadi. Qahramonni esa direktor oshpazlarni ulkan go'sht maydalagich bilan jazolayotgan oshxonaga olib borishadi. Riki direktor bilan jang qilishga keladi, ammo kutilmaganda u qandaydir maxluqqa aylanadi va endi qahramonimizda imkon qolmaganda edi. Biroq Riki bir amallab uni boyagi go'sht maydalagichga tiqishni uddalaydi va undan yaxshigina qiyma tayyorlaydi. Riki do'stlari oldiga chiqib g'alaba qilganligini ko'rsatadi va ulkan beton devorni yorib tashlab, o'zi va do'stlari uchun ozodlik teshigini ochadi. Shu bilan filmimiz nihoyasiga yetadi. Do'stlar, tomosha qilganingiz uchun rahmat. Film haqida fikringizni kommentariyada yozib qoldiring. Videoga like bosishni va kanalga obuna bo'lishni unutmang. Keyingi sahnalarda uchrashguncha, xayr.